İşten erib kelgan vaqtingiz bir chin suyoqashni oldingiz qo'ysam, hargiz rad qilolmaysizku deyman. Ta'mi o'zgacha, achchiq chuchuk, ashqa yeringizga bilan boradigan suyoqash qilishni o'rganib oling. Etil suli intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizsiz. Buni qanday qatdimki, qanamiz birlikda o'rganaylik. Avval qo'y go'shtining mayliqroq yeridan to'g'rab tayyorlab olamiz. Undan keyin dufuni qan shaklda to'g'rab tayyorlab olamiz. Mogoni ushaq to'g'rab olamiz. Pomidor, qizilaz, ko'klazlarni baştik saylarni qanday to'g'rab olgan bo'lsak, shu holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Qozonga bek oz may qo'yamiz. Go'shtni silib sarg'aytib qo'rib olgandan keyin piyozni silib qo'raymiz. 2 gram atrofida tuz silib etamiz. Undan keyin mogo pomidorni silib, pomidorning suvi chiqishi qo'rib olamiz. Ta'min bozornikidek chiqiraydisangiz, cho'ng ustamning suyoqash tetib bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bormish oilda suyoqash etsam ta'mini, rangini yaxshi chiqaramayaptimi degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqinglar, ta'mi gap ketmaydi. Suyoqash tetib qisdan mayli sho'rpilikda amlarni qiling, mayli suyuq silang tamoqlarni qiling, har qandayga o'rtaq ishiltishga mos qildi. Ondan keyin siyanglar qizamay qolsa, bir qo'shq atrofida pomidorjang silib olsanglar bo'ldi. Ondan keyin ko'kpirchoqni silib bir ishga qo'rvatgandan keyin odam sonimiz qarta muvofiq miqdorda suv qo'yib olamiz. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Hozir 60 xil darsimiz faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran tutgan nomer shu. Ondan keyin dufu mo'rni silib bir qaynagandan keyin tayyorlab olgan cho'pimizni ushaq tashlab olamiz. Ash tashlab asal qo'yilgidek bo'lgan chaqda basayni ushaq to'g'rab silib etamiz. Ondan keyin qizilaz, ko'klaz, samsaqlarni silib, tuz ta'min tetib, bir qo'shq atrofida ochiq suv qo'yib olsanglar, ta'm texim payz bo'ldi. Manda o'xshitib uydagilaringizga suyoqash etib beradigan bo'lsangiz, maqtab turib ichib ketadi. Amsa do'stlar, ko'rib qochib ketganlarni chidamas deymiz-ku. Inkas rayoniga haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'ingizga rahmat. O'rganib oldingizmi? Qaynamiz siz mitib sinab beqing.